Amerikaga qanday kelganimiz hammaga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosing va qo'llab-quvvatlashni unutmang. Qani boshladik. 2004-yili hamma aka-ukalar Green Card'ga hujjat topshirishdi va meni erimga ham topshirishni aytishdi. Green Card'ning oxirgi haftalari edi. Erim nima qilaman, ishim yaxshi dedilar, lekin baribir bitta tavakkal qilib ko'rishga ahd qildilar. Va hujjatlarni tayyorlashni boshladik. Professional rasmga tushdik. Erim va meni hujjatlarimni Green Card'ga topshirdik. Hujjatlarni topshirishda Kanadada o'qiydigan, ishlaydigan do'stlari bizga yordam berdi va biz Green Card'ga topshirdik. Endi keyingi yil may oyigacha kutishimiz qoldi xolos. Balkim yutamiz, balkim yutmaymiz, bu esa faqat Allohga ayon. O'sha paytlarda oilamiz juda ham katta, 3 ta ovsin qaynona-qaynota bilan birga turar edik. Qaynonam murosa-yu madora sifatida katta hovlini uchovimizga bo'lib bergan edilar va hamma o'zini territoriyasini supurar edi. Darvozaxonaga yaqin joydagi ovsinimga aytardim. Ovsinjon, xat kelsa meni chaqirasiz-a der edim. Ishonasizmi? Allohning qudrati cheksiz ekan. O'sha xat bizga keldi, mana yerim. Hayotingiz bir kunda 100 gradusga o'zgarib ketishi hech gap emas ekan. Chunki men chet elda yashayman deb hech ham o'ylamaganman. Lekin dugonam bilan birga kafega borib, limonli choylarni ichib, gaplashib aytdi. Xolam o'g'li Amerikada o'qiydi dedi. O'sha paytlar biz student edik. Studentlik paytimiz shunaqa dedi. Keyin aytdim, voy farzandlarimiz shu Amerikada o'qisin, ilohim dedim. Lekin ishonasizmi, Allohim nima niyat qilgan bo'lsam, o'shanni shundoq amalga oshirganda, men Allohga juda ham ishonaman. Xullas shunaqa qilib, keyin xat keldi, erimga qo'ng'iroq qildik, kelib erim xursand bo'ldilar va xatni olib o'rtoqlariga ko'rsatishga olib ketdilar va o'rtoqlari ham xursand bo'ldi. Dunyo bo'yicha 5 ta qit'adan millionlab odamlar topshiradi, lekin yutish shansi kam. Sizni tabriklayman do'stim, omadli ekansiz deb xursand bo'lishdi. Keyin u ora qizimiz tug'ildi va biz hujjatlarni tayyorlab qizimizga ham jo'natdik elchixonaga va nihoyat intervyu vaqti yetdi. Unda O'zbekistonda elchixona yo'q edi. Biz birinchi bor chet elga, ya'ni Qozog'iston Almataga, Amerika elchixonasiga bordik. Borish ham juda qiziq bo'ldi. U paytlar biz yaxshi o'rtacha ishlarda ishlar edik, lekin bizda samolyotda uchish uchun pulimiz bo'lmagan. Biz 1 yosh 2 oylik qizim bilan avtobusda 15 soat bu yoqqa, 15 soat bu yoqqa borib, katta xursandchilik bilan vizalarni olib Almatadan qaytganmiz.